Assalomu alaykum yurtdoshlar. Brilliant sotadigan Salomat opani boshqa kiyimi yo'q deb o'ylashlar. O'zini kamtar. Shunaqa bechara qilib. Har bitta to'yga bittadan ko'ylak olinadi-da. Ovsinida bor Brilliant, unda bo'lmasligi kerak. Yakutiyani Brilliant boqishi zo'r narsa, eng ideal tosh. Olish ham qiyin, bizlar sotishimiz ham qiyin bo'lib ketadi. Shuning uchun 585 ta qilinadi bular. O'rtasi naturalniy rubin. Ko'rsatyapmiz taqinchoqlarda, lekin narx-navosini nega yozmayapsizlar, aytmayapsizlar deb baribir savol berishinglar mumkin. Endi hamma narsani ochiqcha aytib qo'ysak ham qizig'i qolmaydi-da. O'zinglar Toshkent shahrida joylashgan Chorsu Gold Centerga kelib, ikkinchi qavatga chiqib, 29-do'konga kirib, Edem Gold do'koniga kirib, ana Salomat opa bilan bemalol yuzma-yuz gaplashib, narx-navolarni kelishib, sindirib olib ketsanglar boshqacha bo'ladi, to'g'rimi? Ha, pulini uchini ko'rsatsalar, yarim pulga qaytib tashimiz. Maydalab o'tirmay uzukdan 750 proba shapar yoki tizsot soatlarni tilla soat. Qayerda ko'rgansizlar shunaqa sharoit? Qaranglar, taqinchoq olib yana qo'shimchasiga tilla soatlar, tilla taqinchoqlar olasizlar. Bonusiga tekin. Kelib faqat Brilliant olish kerak, tamom. Assalomu alaykum yurtdoshlar, assalomu alaykum Brilliant sevar ayollar, opalar, singillar. Sizlar bilan bugun yana bir bor, ikkinchi marta Salomat opamiz bilan ko'rishib turibmiz. Chiroyli suhbatlar, ma'lumotlar berish uchun siz aziz ayollarga hamda ayollarni sevuvchi, hurmat qiluvchi erkaklar, sizlarga ham kerakli ma'lumotlar bo'ladi. Videoni o'tkazib olmanglar. Ko'rib, like bosib, podpisatsiya qilib qo'yasizlar. To'g'rimi Salomat opa? Albatta. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sizni endi yana bezovta qilyapmiz. Birinchi videodan keyin baribir yana qiziquvchilar ortdi. Yana ham o'sha Brilliant haqida, mana shu taqinchoqlar haqida ma'lumotlar berishsin. Juda ham qiziqarli ma'lumotlar bo'ldi deganlar ko'paydi. Endi yana ham chuqurroq yondashib, yana ham boshqa ma'lumotlar, o'sha do'koningizdagi boshqa taqinchoqlarni ham ko'rsatasiz degan umidda yoningizga keldik. Xudo xolasa, maslahatim meni insonlarga foydasi tegadi deb umid qilaman. Albatta, albatta. Siz birdan ko'qqisdan kelib qoldingiz, men bilmay qoldim. Brilliant sotadigan Salomat opani boshqa kiyimi yo'q deb o'ylashlar. O'zini kamtar. Shunaqa bechara qilib Brilliant sotadigan bechara. Zarari yo'q uni. Endi bunga shu sizlar ayollar shu tomonlarni o'ylaysizlar-da, bir xil kiyim. Ko'ylak kiyishimiz kerak dedilar-da. Har bitta to'yga bittadan ko'ylak olinadi-da. Endi bu ko'ylakni zarari yo'q. Ko'ylakni olib bersa bo'ladi. Brilliantni har kerak bo'lsa, har tadbirda bir Brilliant taqish kerak. Boshqa Brilliant taqish kerak. Boshqa bir Brilliant bu ovsinida bor Brilliant, unda bo'lmasligi kerak. Agar u olgan bo'lsa, qarasa bir to'yda bir o'rtog'i taqib borgan bo'lsa, undan zo'rini olishi kerak. Undan zo'rini olishi kerak. Shunaqa. Ajoyib fe'llari bor biz o'zbek ayollarining. Shunaqa. Mayli. O'zbeklarda, balki boshqa yurtlardan bordir. Ha, butun ayol zoti shunday bo'lsa kerak, menimcha. Endi nimalar bor endi? Bugun bizga nimalar ko'rsatasiz? Bizlarda yana shunaqa narsalar bor. Oldingi safar taqilgan Brilliantlari olmaslikni tavsiya qildim. Lekin men aytayotganim, endi insonlarning o'zini nimasi, men unaqa narsalarga ishonmayman, Allohning o'zi biladi dedim. Lekin masalan, bu eski 70-yildan qolgan antikvar. Bo'larimiz, onalarimiz taqqan Brilliant bu. Brilliant. Aha, 9 go'zal dedilar, 7 go'zal dedilar, shunaqalar bu. Brilliantni agar yaqinlashtirib ko'rsataman desangizlar, yaqin fonda olaman desangizlar, bu toshi Sibir tosh. Yakutiyani Brilliant boqishi zo'r narsa, eng ideal tosh Yakutiyani Sibir toshi deb aytganlar. Endi yana bitta tomonni inobatga olish kerak. O'sha aytyapsiz-ku, eski bu. Endi u davrda baribir sifatan boshqacha bo'lganda, sifati boshqacha bo'lgan. Bu hech qachon narxi o'lmaydi buni. Bu zirakni pulini masalan
yaxshi toza hozirgi model, hozirgi fasollardan bir komplekt olsa bo'ladi. Bu faqat bir shu zirakni pulida. Masalan, bu ham rozichka eski nimalardan qolgan, shu 70-80-yilgi nimalar. O'zi brilliantlar o'zi azaldan bormi? Azaldan 100 yillardan beri bormi brilliant taqinchoqlar? Bundan ham oldin bor. Masalan, men ham o'zim ham shu bitta tosh taqsa ham eski bir nima taqaman, bittasini bunaqa ko'p taqib yotmayman. Masalan, bu ham shu rozichka toshi, Sibir tosh. Bu ham 700 yillik probada. Masalan, hozir aytgandim-ku, oldingi safar. Oldingi safar oldinlari nima platina qo'yilgan deb. Bu yana 583 ta nimasi. O'zi platina bilan usti. Hozir yana shu platinaga moslab, platinaga o'xshatmoqchi bo'lib, hozir shunaqa qiladilar. 585 qiladi ko'pincha. Platina qo'yilgani qimmat bo'ladi. Platina eng qimmatbaho metal, tilladan ham qimmat bo'ladi. Shuning uchun agar oldinlarina bularimiz, onaxonlarimiz shunaqa bir tosh shunaqalar taqqanlar, shunaqa taqqanlar. Hozir masalan bundaylari taqadilar, hozir oladilar, sotiladi. Agar buni hamma joyini shu oldingi safargidek shu platina qilib nima qilaman desa, вообще qimmat bo'lib ketadi. Olish ham qiyin, bizlar sotishimiz ham qiyin bo'lib ketadi. Shuning uchun 585 ta qilinadi bular. Ham o'sha hamyonbop qulay bo'ladi-da, to'g'rimi? Masalan, bu ham shu 585. Lekin juda katta narsani o'zgartirmaydi u, to'g'rimi? Shuda. Asosiy brilliant o'sha. Brilliant toshda, Asosi o'sha. Shu masalan, bularimiz yana nabor bir olganda shu bir nabor oladi. O'rtasi naturalniy rubin. Rubin. Qimmatbaho toshdir, rubin. Chiroyli. Bu ham zo'r. Qoyil. Siz bilan o'sha suhbatlar qilib, o'zim ham shu brilliant sohasiga kirib ketyapman. Ko'p narsalar o'rganyapman. Shogird qilib olaman sizni. Shogird bo'lib, men ham do'kon ochaman shekilli. Sizga endi anaqa bo'lamiz, raqobatchi bo'lib qolamiz. Oldin safar aytdim-ku, hech kim raqobatchi qilib olmayman. Hech qachon raqobat nima qilmaganman. Bemalol bu yerdanmi magazin ochaman desangiz, o'zim yordam beraman. Birga sotamiz. Xudo xolasa, xudo xolasa. Endi hozir hurmatli o'sha kuzatuvchilar, ko'rsatyapmiz taqinchoqlarni, lekin narx-navosini nega yozmayapsizlar, aytmayapsizlar deb baribir savol berishinglar mumkin. Endi hamma narsani ochiqcha aytib qo'ysak ham qizig'i qolmaydi-da. O'zinglar kelib bilsin. Toshkent shahrida joylashgan Chorsu Gold Centerga kelib, 2-qavatga chiqib, 29-do'konga kirib, Edem Gold do'koniga kirib, ana Salomat opa bilan bemalol yuzma-yuz gaplashib, narx-navolarni kelishib, sindirib olib ketsanglar boshqacha bo'ladi, to'g'rimi? Pulini uchini ko'rsatsalar, yarim pulga qaytib tashimiz. Ana shuna pul bilan kelish kerak. Pul bilan kelishlar. Ertaga ko'rib ketaman, razvedka qilib ketaman, erimdan maslahatlashaman, qaynonamga aytaman degan gaplar bo'lmaydi. Pulini uchini ko'rsatadi. Keyin yarim bahasi masalan $10,000 deb turgan narsani ham yarim narxiga berib yuboraman. Ana shunaqangi mard tomonlari bor opamizni. Endi raqobatdan nima deydi, raqobatga e'tibor bermayman deyapsiz. Albatta hamma narsa o'sha rizq nasiba, hammaniki yozilgan. Bu men kim bilandir raqobatchi bo'lganingiz bilan boshqa bo'lgani bilan baribir yozilgani, berilgani olinadi, to'g'rimi? Ha, lekin baribir ham rizqni olish uchun harakat ham qilish. O'rnidan turish kerak. Ana shunday. Uyingdan chiqish kerak. Albatta. Qadam tashlab, bo'ldi. Nariyog'ini Alloh o'zi olib ketadi. Sendan harakat, mendan barakat deydi. Olma pish og'zimga tush deb yotaversa ham albatta natija bo'lmaydi. Albatta harakat ham bo'lish kerak shunga yarasha. Mana Salomat opamiz 20 yildan beri shu sohada yuribdilar. Endi bekorga emas-da. Demak, o'sha harakatning orqasidan boshqadan do'konlar bo'ldi. Agar tashab ketganingizda, misol uchun uyda o'tirgan bo'lardingiz balki. Uyda o'tirardim, balki, lekin buni puli foydasi uchun o'lib yotgan yerim yo'q, to'g'risi. Meniki qiziqish, masalan, hobbi.
shunaqa zavqlanaman. Masalan, olsalar, chiroyli narsalar taqsalar, chiroyli narxda bersam, boshqalari aylanib boshqalardan so'rab surishtirib arzon olibman boshqalardan yoki sifatlisini olibman deb xursand bo'lib meni duo qilsalar, men o'zim o'sha yurak-yurakdan maza qilaman. Birovlar zavq oladi. Zavq oladi-ku, raqsga tushib zavq olgandan yoki bir nimaga ovchilik bilan baliq o'tiradilar, baliqchilar bo'ladi. Zavq oladigan. Men shundan zavq olaman. Agar yarashmasa oldi o'zi olasiz gap turadi. Masalan, shu narsa qimmat. Masalan, bu 30 millionlik narsa bo'lsa, 30 millionlikni taqqan nimaga yarashmadi deyman. 15 millionlikni oladi. Bu yarashdi deyman. Masalan, agar bo'lmasa siz bu yerda 15 million yutkazib turibman bu yoqqa qaraganda. Boshqalar o'xshab yarashdi, bo'ldi, oling deb nima qilinman. Yarashmagani yarashmadi, bo'lmadi, sizga tushmadi. Buni yeching, buni taqing deyman. Shunaqa. Ana, hurmatli kuzatuvchilar, yurtdoshlar, kelinglar do'konga. Mana shu brilliantlardan sotib olib, o'zingizlarni zavqlantiringlar. Shu o'rinda opamizni ham zavqlantirib ketinglar. Endi bu yerda asosan bular bilaguzuklar, a? Bilaguzuklar bular. Sizda endi do'konda hozir hamma narsani birdan ko'rsata olmaymiz-ku. Atak hamma narsa bor, to'g'rimi? Inshaalloh hamma narsa bor. O'sha brilliant sohasiga oid soatlar ham bor. Soatlar, ziraklar, bo'yinlar, hamma narsa bor. Izlaganini topadi. Kelsalar topadi. Izlagan topadi. Topmasalar ham bir yildan ko'rib kelsalar, shunaqa narsa lozim, shunaqa narsa shart shunaqa olishim kerak. Boshqalarga nisbatan arzonroq qilib berasizmi desa, men 2 kun ichida, 3 kun ichida to'shin shunaqa narsani topib ham berasiz. Ha, topib boshqa joylarga qaraganda arzon ham topib beraman. Nima kerak sizlarga yana qaranglar sharoitni zo'rligini. Endi yana bitta narsa bor-da. Ham kuzatuvchilar misol uchun ko'rib turib, mana shu video orqali kelish mumkin. Ularga ham endi siz orqali. Mana ikkitinglarni suhbatinglarni ko'rdim. Ko'rib turib kelyapman deydiganlarga ham qandaydir bir bonuslarmi? Endi chegirma hammaga ham chegirma qilasiz. Hammaga ham tushib berasiz, hamma bilan ham kelishasiz, lekin alohida bizni orqamizdan kelganlarga ham qandaydir bonuslar bormi? Bekzodjon aytib kelgan odamlar, ayniqsa sizni birinchidan, ikkinchidan men ham shapaloq ko'rsatuvini shunaqa sevib o'raman, yaxshi ko'raman. Sizlar aytib kelsalar, nima beray? Ayting qani. Endi sizni do'koningizga hech kim marojniy ishga kelmaydi-ku. Albatta taqinchoq olishga, brilliant olishga. Endi mayli, brilliant bering demayman, bir tilla berarsiz. Beraman. Bo'ldi, beraman. Masalan, bilaguzuk, komplekt uzuk olganga mayli, tilla uzuk qo'shib beraman siz uchun. Ana. Mabodo shunaqa kattaroq nabola oladigan bo'lsalar, bunday ziragi, uzugi, brasleti, bilaguzugi, kulonini hammasini ko'proq oladiganlar bo'lsa, maydalab o'tirma uzukdan 750 proba shapar yoki tissot soatlar, tilla soat. Qayerda ko'rgansizlar shunaqa sharoit? Qaranglar. Taqinchoq olib yana qo'shimchasiga tilla soatlar, tilla taqinchoqlar olasizlar. Bonusiga tekin. Kelib faqat brilliant olish kerak, tamom. Aynan shu Behruz Qo'ldashev, shapaloq ko'rsatuv, umuman YouTube'da bizni kuzatuvchilarimiz bo'lsa yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ko'rgan bo'lsanglar, kelaverasizlar. Bemalol sizlarga chegirmalar bor. Lekin albatta like ham bosib qo'yinglar, podpisatsiya ham qilib qo'yinglar. Do'stlarga, yaqinlarga, qo'shnilarga, jigarlarga hammaga yuboringlar. Eng yaxshi ko'rgan narsasini odam o'ziga ravo ko'radi-ku, eng yaxshi narsani. Albatta sizlar ham eng yaqininglarga ravo ko'ringlar. Xudo xolasa yana ko'rishamiz, yana suhbatlashamiz. Bunaqa suhbatlarimiz mana bunaqangi Salomat opani chiroyli brilliantlari tugamaydi. Hammasini sizlarga obzor qilishda davom etamiz, to'g'rimi? Inshaalloh. Siz yaqqalda o'xshaydi. Sog' bo'linglar. Sog' bo'ling.